15 yoshdan 21 yoshgacha bo'lgan qizlarga maslahatim, eng muhimi hayotingizdan shu 3 ta narsani chiqarib tashlang. Birinchisi, bu sizga kerak emas bo'lgan har xil tusovkalardan, sizni chalg'itadigan munosabatlardan voz keching. Bir qarashda sizga bilinmasligi mumkin, lekin bunaqa munosabatlar sizni juda ham ko'p energiyangizni olib qo'yadi. Siz bo'lsa bunaqa energiyangizni ancha muhimroq narsalarga sarflashingiz mumkin. Ikkinchisi, hayotingizdan kerak emas insonlarni chiqarib tashlang. Hammani muhokama qiladigan, g'iybat qiladigan insonlar bilan umuman aloqa qilmaganingiz yaxshi. Uchinchisi, juda ham ko'p seriallar ko'rishni yoki soatlab sotsial tarmoqlarda o'tirishni bas qiling. Boshqalarning hayotini kuzatganingizdan ko'ra, o'zingizni hayotingizni qiziqarliroq qilganingiz yaxshi. Bularning o'rniga shu 3 ta narsani qiling. Birinchisi, hayotingizga обязательно qanaqadir hobbi qo'shing. Bu bo'lishi mumkin sport, har xil mashg'ulotlar, o'zingiz qiziqqan yo'nalishda bo'yicha o'zingiz ishlang. Ikkinchisi, albatta tillarni o'rganing. Qancha voqli boshlasangiz shuncha yaxshi. Shunda kelajakka qo'ygan katta maqsadlaringizga ham erishishingiz ancha oson bo'ladi. Uchinchisi, bu albatta kitob o'qish. Hozirgi kunda juda ham kamayib ketgan odat bo'lsa ham, men har bitta qizga o'zi qiziqqan yo'nalishlari bo'yicha kitob o'qishini maslahat beraman.